O'zbekiston Prezidenti Shavkat Miromonovichga, administratsiya raisi Saida Mirziyoyevaga bir necha bor video murojaat chiqargan bo'lsam-da, mana haligacha natija yo'qligi sababli uni jinoyatchilar ham biladi. Qo'lingdan hech narsa kelmadi. Mana aytgan gaplari bor menga. Qo'lingdan hech narsa kelmadi. Mana seni hamma narsadan mahrum qilib qo'yibman degan Jumaniyazov Nurbekning nesi. Saxta kadastr, saxta hujjat, saxta imzolar tayyorlaganini DXX va Adliya vazirligi orqali Bosh prokuraturaga 2025-yil iyun oyida, Ombudsman orqali 2025-yil 25-noyabrda tushgan bo'lsa-da, mana saxta imzo, saxta nimalar tayyorlanganligini fleshka orqali borgan bo'lsa-da, mana fleshka orqali borgan bo'lsa-da, qo'lingdan hech narsa kelmadi-ku, ko'chada yurganing qoldi deb buni jinoyatchilar ham biladi. Sudlaring, prokuraturang, ichki ishlaring hech qayring ishlamayotganini ko'rdingizmi? Men zo'ravonlardan o'zimga tegishli bo'lgan mol-mulkni olishda hech qanday natija yo'qligi sababli mana qo'lingdan nima keldi, molidyoring nima qildi deb meni qayerga olib borishlarini ham aytadi. Undan qolsa bular na yo prokurormi, sudyami, nima bular? Ichki ishlar aybini yashirish maqsaddan menga qilgan ruhiy bosim, ruhiy tazyiqlar ostida shunday qilganligi uchun shaxsan Nig'matilla Yo'ldashev sizdan asoslangan javobni olaman. Prezident administratsiyasi Daniyar Baxtiyorovich Qodirov prokurorlar ustidan nazorat qiladigan. Sizdan o'z nazoratingizga olib bu jinoyatchilarni jinoiy javobgarlikka tortishingizni so'rayman. Davlat muhofazasida turgan, uch tomoni suv bilan o'ralgan, Amudaryo tumani, Faravon mahallasi, Jimirtov Shoh ko'chasi 11-A uy Jumaniyazov Nurbekka tegishli bu ikkitaj joyni 7 marta uylanib, ikkitaj joyni o'zi alimentchik bo'lsa, tagidagi trikerni hamda ikkita joyni 7 marta uylangan, mana 3 tomoni suv bilan o'ralgan qayerdan oladi? O'zi 60 ming aliment to'lasa bu alimentchingiz, mana 60 ming aliment to'lasa qiziga, mana 60 ming aliment to'lasa, mana Amudaryo tumanining majburiy ijro byuro xodimlarining qarori, mana 60 ming to'lagani. Men bu ikkitaj joyni mana tagidagi trikkerni qayerdan oladi? Mana davlat muhofazasida turgan joyi 3 tomoni suv bilan o'ralgan. 25 metr chiqmaydi. Buni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi davlat muhofazasida turgan joyni 14 ta tashkilot imzolayotgan paytda qayerda edi? Nima uchun voqea joyiga borib tekshirmaganligi? Voqea joyiga borib tekshirmasdan 3 tomoni suv bilan o'ralgan davlat muhofazasida turgan joyni Jo'qorg'i Kengash Deputatlar Kengashi bo'yicha Deputatlar Kengashi nima qildi deb nima chiqarib qo'yibsiz. Amudaryo tuman deputati Zumrad Bekatova u paytda bormagan. Saxta hujjat, saxta imzolar bilan sizlar kadastr tayyorlab bergansiz o'sha bolaga. Mana bittasi Valyuchik. Mana bittasi Jumaniyazov Davronbek Valyuchik. Necha marta buning ustidan shikoyat qilsam, Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limi, prokuraturasi, boshqalari
Ichki ishlar bo'limi Asad Karimbayev, prokuraturada Tursunmuratov yolg'on javob berib kelayotganing, yolg'on javobni berib, mana meni hamma narsadan mahrum qilib qo'yganligi bular. Saxta hujjat, saxta imzolar bilan qo'limda 4-5 shaxsning Jinoyat protsessual kodeksining 228-moddasini buzib, 5 ta shaxs saxta imzo, saxta imzolar, saxta hujjat, saxta tilxat, saxta hujjatlar, saxta imzolar bilan rasmiylashtirilganligi Bosh prokuraturaga tashalgan bo'lsa, ombudsman orqali tashalgan bo'lsa, keyin Senat, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi orqali tashalgan bo'lsa, Senat orqali tashalgan bo'lsa, mana bu xalq qabulxonasi orqali tashalib turgan bo'lsa, hech narsa natijasi bo'lmaganligi sababli valyutchiklarga mana valyutchiklarga nima? Valyutchiklarga qamoq jazosi yo'q deb qo'yibdi. Mana ashyoviy dalilim bor, mana hozir qo'limda topsam hozir. Bu zo'ravonlarga hech kimning kuchi yetmasligi, mening mol-mulkimni 4 yildan beri olib bera olmayotgan barcha prokuratura, ichki ishlar xodimlari, sudlar bu jinoyatchilarni qo'llab-quvvatlab turganligi sababli qo'ldan kelgan hamma ishni qiladi-da bular undan keyin. Mana даже valyutchikka qamoq yo'q deb qo'yibdi. Mana. Ana shunaqa. Buni Amudaryo tumani tezkor vakili Asad Karimbayev bilib qo'ying. O'zi jinoyat etadi-da, men shikoyat etib turganim sababli bular xalagan yerga boradi. Bu jinoyatchilarni qo'llab-quvvatlab nima qilganingizdan ko'ra, ularni jinoiy javobgarlikka torting, sog'lom odamni dispanserga olib borgandan ko'ra. Bilasizmi? Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari bilib qo'yinglar. Men bu noqonuniy. Busi noqonuniy. Joyga 25 metr chiqmaydi. Men bu joy u yoqda qancha yerda turilgan? 25 metr chiqmaydi. 3 tomoni suv bilan o'ralgan. Bu tomon ham suv bilan o'ralgan, bu tomon ham suv bilan o'ralgan. Mana men bu Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limining 2 soat 47 minut 14 sekund uyushgan jinoyatlarni asoslovchi Flichkam Bosh prokuraturaga DXX va Adliya vazirligi orqali 2025-yil iyun oyida tushgan bo'lsa, ombudsman orqali 2025-yil 25-noyabrda tushgan bo'lsa, haligacha natija yo'qligi achinarli hol. Mana 3 tomoni suv bilan o'ralganligi. Bu 25 metr chiqmaydi. Bu joyda olgan vaqtda qonunda 50 metr edi. Yaqinda bu 25 metr. 25 metr chiqmaydi. Bu tomon ham 25 metr chiqmaydi. Mana bu malxonasi, yig'ilgan malxonasi 25 metr chiqadimi? Nima uchun kadastr xodimlari buni yolg'on javob berib kelayotgan qishloq xo'jalik vazirlari, suv xo'jaligi vazirligi hamda qurilish inspeksiyasi qayerga qarayaptilar? DXX orqali ham jo'natganman. Qana 25 metr chiqmagan joyga kadastr berasizlar? Keyin shikoyatchilarni xalagan yeringizga olib tashlaysizlar-da. Sababi sizning yuridik biznesingiz rivojlanmay qoladi. Shikoyatchilar sizning ayblaringizni topgandan keyin siz qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilasizlar. 25 metr masofat chiqmaganligi sababli noqonuniy davlat muhofazasida turgan men bu 2 etaj joyi yiqilib oldingi holatga keltirilishini so'rayman. Kadastrlar palatasi raisi Valiyev
Kadastrlar agentligining rahbari sizdan asoslangan javobni olaman shunda. Buni protest keltirishga ariza tashlaganim 2025-yil 17-iyun ya 17-iyulda Svetlana Artikova 14-boshqarmaning boshlig'i Svetlana Artikova sizga protest keltirib bering degan joy o'sha bo'ladi. Siz menda ishonchnomani so'radingiz. Ishonchnomani ham berdim. Ishonchnomani ham berdim sizga. Siz qana protest keltirganingiz? Noqonuniy ishlarni qo'llab-quvvatlaydigan Svetlana Artikova sizdan bu masala bo'yicha qonun ustuvorligini ta'minlangan holda javob berilishini, Nigmatilla Yo'ldashev buni nazoratga olib, prokuratura departamenti Daniel Baxtiyorovich Qodirov shaxsan o'z nazoratingizga olib, buni 2 etajli joyi yiqilib, oldingi holatga keltirilishini so'rayman. 25 metr chiqmaydi, ko'rdingizmi? Shu masala bo'yicha ishchi guruh tuzilgan, kadastrlar palatasida ishchi guruh tuzilgan, ishchi guruh Xorazm viloyatidan borib, menga men buni yonida nima qilib qo'yibdi? Rasmga chiqib qo'yibdi. Nima uchun sud yoniga kelmaydi? Bu tomondagi sud yoniga kelmaydi. Nima uchun yolg'on javobni beradi? Bekzat Hajiyev hamda Jo'rabek familiyasi esimda yo'q hozir. Ana shularning ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazib, bu joyni oldingi holatga keltirilishini so'rayman. 3 tomoni suv bilan o'ralgan, 3 tomoni. Nima uchun qonuniy ishlarni bajarmasdan yaqin 5 metr ham chiqmaydi mana. 5 metr ham chiqmaydi bu. Jinoyatchilarni qo'llab-quvvatlab, yuridik biznesini rivojlantirgandan keyin shikoyatchilarni ya qamab ya jinnixonaga aparasizlar. Dastlab shunaqa. Sababi puldan qulq qilmaslik uchun shunday qilasizlar-da. Bu alimentchik mana, alimentchik. Bu trekirdi. Qizga 60 ming to'lab turgan bo'lsa, bu trekirdi. Men bu 2 etaj joyda qayerdan soladi? 240 ming. 240 ming oylagasa, 60 mingi qiziga ketsa, 180 ming buga qolsa, qayerdan oladi bu nimani? Mag'labdi buni nima qilish uchun? Shuning uchun menga tegishli mol-mulkni o'zlashtirib olgan Jumaniyazov Nurbekka qonuniy chora ko'rishingizni hamda buni jinoiy javobgarlikka tortishingizni 4-5 masala bo'yicha 4-5 statya bilan buning nimasi bor? Jinoiy javobgarlikka tortilishini so'rayman. Men bu joyda ko'ringlar. 180 ming oylik bilan solingan joylar bular. Ana 180 ming bilan solingan joylar. 5 metr ham chiqmaydi, 25 metr bu yoqda tursin, 5 metr ham chiqmaydi. Yerni oldingi holatga keltirilishini so'rayman. Hurmatli Suv xo'jaligi vazirligi, familiyangiz atingizni bilmayman. Davlat muhofazasida turgan joyni olib, 2 etajli joyni buzdirib, oldingi holatiga keltirilishini so'rayman.